Assalomu alaykum. 4-darsimiz ma'lumot o'lchov birliklari. Boshlaymiz. Xo'p, mana shu ma'lumotlarga, savollarga javob topamiz darsimiz davomida. Birinchisi, telefonimizda, kompyuterlarimizda yozib qo'yilgan xotirasi, ya'ni 128, 256, 512 yoki 1 terabayt xotira yozib qo'yadi, lekin aslida 128 deb yozilganda ichkarida 119 gigabayt ko'rsatadi. Nimaga unaqa bo'ladi? Ko'ramiz. 1 gigabayt nima uchun 1000 megabayt emas? Aslida 1024 megabayt. Buni ham ko'ramiz. 100 megabit per sekund nima uchun 100 megabayt sekundiga 100 megabayt tortmaydi? Aslida 12,5 megabayt sekundiga tortadi. Nima uchun bu yerda 100, bu yerda 12,5? Buni ham ko'ramiz. Bit baytga teng emas, ularning farqi 8 marta farq qiladi. Birinchisi, ma'lumotning eng kichik birligi bu bit. Har qanaqa holatda ma'lumotning eng kichik birligi bu bit bo'ladi. Eslashdan chiqarmanglar. Bu o'zgaruvchan tushuncha emas. Ma'lumotlar saqlash uchun mana shunday eng kichik holatda bitta katakcha ajratiladi. Mana shu katakcha yoki bo'sh bo'lishi mumkin, yoki to'la bo'lishi mumkin. Ichi to'la bo'lgan holatda 1 ga teng bo'ladi. Ichi bo'sh bo'lgan holatda 0 ga teng bo'ladi. Xullas, bitta katakchani o'zi ikki xil qiymatni qabul qilyapti. Bitta katakchamiz ikki xil qiymatni qabul qilyapti. Endi xuddi mana shu bitta katakcha yoniga, ya'ni katakchalar qo'shib turib, boshqa qiymatlarni hosil qilish mumkin. Faqatgina rost, yolg'on emas. Boshqa qiymatlarni ham. Masalan, ikkita katakcha misol keltiraylik. Ikkita katakchamiz necha xil tuslanishi mumkin? Bu yerda chiziq chizib ko'rsang, ikkita bo'sh, ikkita xullas ikkita to'la va mana bu yerda yana bitta turi, birinchisi bo'sh, ikkinchisi to'la. Yana bitta holatimizda birinchisi to'la, ikkinchisi bo'sh. Mana 4 ta holatni chizdik. 2 dona katakchadan foydalanib biz 4 ta holatni keltirib chiqarishimiz mumkin. Ya'ni 4 xil ma'lumot. Birinchi ma'lumotimiz ikkalasi ham bo'sh, ikkinchi ma'lumotimiz ikkalasi ham to'la, uchinchi ma'lumotimiz chapdagisi bo'sh, o'ngdagisi to'la. To'rtinchi ma'lumotimiz chapdagisi to'la, o'ngdagisi bo'sh. Demak, bu yerda bizda formula kelyapti. Bitta katakcha bo'lsa, bizda teng bo'lyapti-da 2. Bu 2 ni birinchi darajasi degani. Ikkita katakcha kelsa, bu teng bo'lyapti-da 2 ni ikkinchi darajasi, ya'ni 4. Darajani bilmaydiganlar yodlab olinglar, iltimos. Informatika sohasida daraja juda ham katta ahamiyatga ega hisob kitoblarda. Xo'p, keyingisi. Endi bizda bit orqali faqat rost yolg'onlar bo'lsa, bir nechta bitlar orqali bizda ko'proq ma'lumot olish imkoniyati bor ekan. Tushundik. 3 ta bo'lsa, 2 ning 3-darajasi, ya'ni 8 ta. 8 xil ma'lumot olishimiz mumkin. Xullas, bizda shunaqa holat bo'lyapti. Masalan, A harfini ifodalash uchun mana shuncha ma'lumot kerak bo'ladi. Ya'ni 8 ta katakcha ajratilyapti. Har bir katakcha 0 yoki 1 deb belgilanyapti. Katta A mana shunday belgilansa, kichkina A boshqacharoq belgilanadi. Xullas, uni ham ko'ramiz. U boshqa darslarda ko'ramiz. Qaysi harf qanaqa belgilanishini, qanaqa o'sha ikkilik sanoq sistemasida qanday ko'rinishini boshqa darsda ko'ramiz. Internet tezligida 100 megabit per sekund. Endi ahamiyat berasizlar. Mana bu yerda B harfi bor. Mana shu bitni ifodalaydi, kichkina B harfi. Megabit. Mana bit so'zi bor. Shu yerda qatnashyapti. Kichik B bit sifatida qatnashadi. Mana bu PS degani per sekund. Ya'ni sekundiga deyapti. Keyin pastda aytayapti, bu 100 megabayt taqsim sekund emas. Demak, sekundiga 100 megabayt ma'lumot tortib ola olmaymiz bu tezlik bilan. Haqiqiy hisob kitoblarda o'sha 100 ni 8 ga bo'lib natijani chiqaramiz. Buni ham hozir ko'ramiz. Chunki 1 baytimiz 8 bitga teng. Mana bu yerda katta B harfiga e'tibor berasizlar. Katta B harfi bu baytni ifodalaydi.
Mana keyingi qadamimizda bayt ko'ramiz. Bayt bu 8 bitga teng. Ya'ni bizda 8 ta katakcha ajralsa, mana 8 ta katakcha ajralsa, bu 2 ning 8-darajasi bo'ladi. 2 ning 8-darajasi bu 256. IC shifrlash dasturi jadvalida 2 ning 8-darajasida belgi bor. Ya'ni 256 ta. O'sha 256 ta belgi ichidan bizda alfabetimizdagi katta kichik harflar, klaviaturadagi barcha belgilar, klaviaturadagi belgilardan tashqari ham yana qaysidir belgilar mavjud. Dunyo bo'yicha mana shu IC shifrlash jadvali qiymatlari mana shunday holatda olingan. 2lik sanoq sistemasiga o'giriladi. U 16lik sanoq sistemasida yoziladi, 2lik sanoq sistemasiga o'giriladi. Xullas, uni boshqa darsda tushuntiraman. Baytga qaytadigan bo'lsak, bir baytimiz 8 bit. Demak, 2 ning 8-darajasi bir baytimizda 256 xil ma'lumot mavjud. Ya'ni umuman olganda bitta harfimiz bir baytga teng. O'sha IC jadvalida har bitta harfning o'zining kodi bor. Har bitta kodni 2likka o'tkazsak 8 xonali son kelib chiqaveradi. O'shalardan bitta harfini olsak, u 8 ta katakchadan iborat bo'ladi. O'shanaqa belgilardan 256 ta bor. Word dasturida yozgan narsalarimiz hisob-kitob qilayotganda bizga savol bersa, masalan, salom degan so'z necha baytdan iborat? Shunchaki harflar sonini sanaymiz. Kattasi ham, kichkinasi ham bir xil. 1 baytdan sanaladi. Bu yerda 5 ta harf bor. 5 ta harfimiz 5 baytga teng bo'ladi. Xuddi mana shunaqa qilib hisob-kitob qilamiz. Hatto o'rtada bo'sh joy bo'lsa, tag chiziq bo'lsa yoki nima edi? O'ni, g'ni belgilar bo'lsa, ular ham qo'shib hisoblanadi. Bo'sh joy ham qo'shib hisoblanadi belgi sifatida. O, g'ni belgilari ham. Xo'p. Keyingi ma'lumot 8 bit bu 256 ta qiymat. Buni tushuntirdim. Barcha lotin harflariga yetadi. Ya'ni kirillcha harflar buni tarkibiga kirmaydi. Boshqa alfabetlarni hisoblash uchun 16lik sanoq sistemasidan 32lik sanoq sistemasiga o'tishgan. Allaqachon bu kompyuterlarda foydalaniladi. Xullas, juda ham katta son kelib chiqadi. 256 ni yana ko'paytiramiz 256 ga. Mana shuncha qiymatlar sig'adi. Mana shuncha turdagi qiymatlar. Ya'ni dunyodagi barcha masalan Xitoy alifbosi, kirillcha harflar, arab alifbosi hammasi uni ichiga kirib ketadi. Xo'p, endi qaraymiz. Bitta sahifa matn qancha bo'ladi? Taxminan 2000 ta belgisi bo'ladi. Bu 2 kilobayt degani. Hozir baytdan keyin kilobaytga o'tamiz. O'shanda ko'ramiz. Katta B harfi baytni ifodalaydi. Katta B harfi. Eslardan chiqmadi. Kichigi bitni ifodalaydi. Kichik B harfi bitni ifodalaydi. Bitta kalit so'zi eng kichik birlik ma'lumotlarda. Ma'lumotlar ichida eng kichik birligi ma'lumot o'lchovlarida bit bo'ladi. Shu eslaringizda qolsin. Bitta harfimiz nimaga teng desa, baytga teng bo'ladi. Bitta harfimiz 1 baytga teng bo'ladi. Ikkita harfimiz 2 bayt. Shunday bo'lib ketaveradi. Xo'p, bu baytni kaliti. Endi kilobayt bitdan baytga o'tish uchun 8 marta farq qilyapti. 32 bit necha baytga teng desa 8 ga bo'lamiz. Chunki bizda kichkinaroq son chiqishi kerak. Bayt katta qiymat. Tasavvur qilinglar, yashiqlar bor. Ichiga meva solingan yashiqlar. O'sha yashiqlardan sizlarda 64 ta bor. 64 ta yashiq borda. Alohida bitta qoliplarga yoki bo'lmasa qutilarga solinyapti. Bitta qutiga 8 ta yashiq sig'adi. Shunda bizdan necha quti meva bor bo'ladi deb so'ralsa, 64 ni 8 ga bo'lamiz-da, 8 deb javob beramiz. Xuddi shunaqa narsa. Bit bilan bayt farqi mana shunday. Bitdan baytga o'tayotganda 8 ga bo'lish shart. Oddiy nimalarni, yashiqlarni qutiga joylayapmiz. Ya'ni bayt bizda quti. Har bitta quti 8 tadan yashiqni oladi. Kilobaytga o'tsak, YouTube ni misol keltirganman 1K deb. 1K hozir YouTube o'zbekcha bo'lib ketgandan keyin ta ko'rish deb
chiqaryapti. 1000 ta bo'lsa sonni yozib qo'yapti. Endi 1000 dan ortiq bo'lsa k deb yozsa kerak. Telegramda hozir xohlagan kattaroq kanalga kirib ko'ringlar. K harfi turadi. Bu 1000 degani. Mana. K degani 1000. Bir kata obunachisi bor degani 1000 ta obunachisi bor. Buni ko'pchilik biladi. Keyin K kilogramda ham tasavvur qilinglar, gram bilan kilogram. 1 kilogramimiz 1000 gram bo'ladi. Faqat kilodan keyin gram belgisi bor unda. Mana bu yerda ham gram belgisi bo'ladi. Qo'shimchasiga. Endi kilobayt, kilobit degan tushunchalar bor. Kilobayt, kilobit. Kilobit bu eng kichik o'lchov birligi, ya'ni 0 yoki 1 bo'lishi mumkin bo'lgan holatdan bizda qancha borligi kilobit bo'ladi. Kilobayt 1000 talik so'zlardan bizda nechta borligi belgilardan. Masalan, mana bu yerda 2000 ta belgi bo'lsa, 1000 talik belgilardan 2 ta bor. Bizda 1000 ta belgimiz 1 kilobayt bo'ladi taxminan. Endi 1000 ta emas, 1024 tani hisoblaymiz. Agar aniq hisob-kitob kerak bo'lsa. Taxminiy bo'lsa 1000 ta hisoblab ketaverasizlar. 1024 baytga teng bo'ladi. 1 kilo 1024 ga teng ma'lumotda, masalan, kompyuter olamida. Keyin 1 kilo bayt bo'lsa, 1024 baytga teng. 1024 tanlab olingan sababi u 2 ni 10 darajasi bo'lgani uchun 1024 tanlab olingan. 2 ni 10 darajasi har qanday hisob-kitobda, boshqa narsalarda bizga qulaylik yaratadi, kompyuterga ham, o'zimizga ham. Shuning uchun shu tanlab olingan. Mana 2 ni darajalari. Buni daftarga yozib olishni tavsiya qilaman. Yodlab olinglar iloji boricha. Men-ku yodlab olganman. Testda tezkor hisob-kitob qilish uchun juda ham ko'p kerak bo'ladi. Shuning uchun yoddan bilish kerak. Endi amalda 1 kilobayt nima? Bitta sahifa oddiy matn yozilgan bo'lsa, taxminan 2 kilobayt bo'ladi. Kichik ikonka, ya'ni mana bunaqa rasmcha bor bo'lsa, u 1 kilobaytdan 10 kilobaytgacha uni o'lchami, ranglari, xolos holati, sifatlariga bog'liq o'zgaradi mana bu. Agar tiniq bo'lsa, u megabaytga qarab ketib qolishi ham mumkin. Oddiy email 5 kilobaytdan 20 kilobaytgacha joy egallayapti. Bu oddiy email deb turib, masalan, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun soat 5 da vaqtingiz bormi deb turib, kimgadir yozib yuboradigan bo'lsangiz, o'sha 5 kilobaytdan 20 kilobaytgacha bo'ladi oddiy yozuvni o'zi. Nimaga Wordda bizda 2000 ta belgi 2 kilobayt bo'lyapti-yu, bunda bir qator gapni o'zi 5 kilobayt yoki 20 kilobaytgacha hajm egallayapti. Sababi bazada ma'lumot almashayotgan paytda faqatgina matn ketmaydi. Matn kim tomonidan yozildi? Qachon yozildi? Qachon yuborildi? Qachon qabul qilindi? O'zi yozdimi yo kimdandir yozganini pereslatib yubordimi, ya'ni uzatib yubordimi? O'shanaqa ma'lumotlari. Juda ham ko'p ma'lumotlar qo'shimcha bo'lib ketgan sababli hajmi ko'proq bo'ladi. HTML sahifa kodi, masalan, oddiy HTML ni bilmaydiganlar uchun HTML bu veb-saytlarni skeleti bo'ladi. Faqatgina elementlar, qanaqa elementlar joylashtirilishi HTML da ko'rsatiladi. O'sha 5 kilobaytdan 50 kilobaytgacha bo'ladi. Agar sahifa dizayni, funksiyalari hammasi HTML ichiga saqlangan bo'lsa, unda hajm oshadi. Endi 1 megabayt. Hozir biz kilobaytni ko'rdik. 1 kilobaytimiz 1024 baytga teng ekan. Demak, 1 kilobaytimiz 1024 ta harfni o'z ichiga ola oladi. Endi megabayt bu 1024 ta kilobayt bo'ladi. Bu rasm va qo'shiqlar o'lchami deyapti. Megabaytda asosan rasmlar, videokliplar, shunaqa ma'lumotlar saqlanadi yoki kattaroq hujjatlar.
megabaytda saqlanadi. Xo'p, megabaytni ko'pchilik biladi, bilmaydigan odam yo'q bo'lsa kerak, chunki sim kartaga pul tashlab megabayt olaman deydi. Aslida gigabayt oladi, lekin megabayt olaman deydi. Shuning uchun yod bo'lib ketgan megabayt so'zi. Megabayt qiymati shunday. Kilobaytdan 1024 marta katta. Gigabayt bu 1024 megabaytga teng. Masalan, internet trafiki hammaga har xil beriladi. Tarif rejasiga qarab 20 gigabaytdan 500 gigabayt bo'lishi mumkin. Katta tariflar ham bor. Yo'q, endi premiumga qarab ketaveradi, puliga qarab. Xullas, 1 gigabaytimiz 1024 megabayt. Kompyuterimiz xotirasi, telefon xotirasi, bitta kompyuterni uстановка qiladigan programmalari 5G 5 gigabayt, oyga oddiy mobil internet paketlari mana shu joylarda uchraydi gigabayt so'zi. Endi gigabaytni boshqa qiymat turlari bilan taqqoslangani. Buni ham yozib olishga harakat qilasizlar. Eng katta farq qiladigani bit, ya'ni eng kichik o'lchov birligi bilan farqi 8,5 milliardda. 8,5 milliarddan ortiq. Xo'p, terabayt, petabayt, eksabayt, zetabayt bularni ham ko'ramiz. Hammasi 1024 ko'payib boraveradi, zinapoyaga o'xshab. 1 terabaytimiz 1024 gigabaytga teng. Bu asosan disklar, kompaniya serverlari, o'shaqa joylarda saqlanadi. Xo'p, qolganlari. Petabayt bu terabaytdan keyin keladigan o'lchov birligi. Terabaytdan 1024 marta katta. Exabayt ham katta, masalan 100 talab, 1000 talab nimasi foydalanuvchilari bo'lgan. Har biri o'zini bazasiga bemalol ma'lumotlarni qiynalmasdan yuklay oladigan tizim. Zetabayt dunyodagi barcha ma'lumotlar. Bu degani qo'lingizdagi telefon, notebook, kompyuter, ishxonadagi hamma kompyuterlar ichidagi ma'lumotlar, internetdagi barcha ma'lumotlar hamda barcha dunyodagi barcha serverlarni ichidagi ma'lumotlar sig'adigan qiymat 1 zetabayt. Bu 1024 exabaytga teng. Bit va baytning farqi yana bir marta ko'ramiz. Bit kichkina b harfida ko'rsatiladi, yoziladi. Bayt katta b harfida. Har doim mana shunday. Umuman bir-biri bilan adashtirib yubormanglar. 100 megabit per sekund internet buni ifodalanishi, bayt ifodalanishi mana 5 megabayt. Bu yerda bayt ifodalanyapti. Mana bu yerda bit ifodalanyapti. Internet tezligida demak asosan bit ishlatilar ekan. Ma'lumot o'lchov birligida asosan bayt ishlatilar ekan. Xo'p, 100 megabayt per sekund internetda fayl qancha vaqtda yuklanadi? Endi hisob-kitob qismi boshlandi. Xo'p, tezlikni bilamiz. 100 megabit teng 100 megabitga. 100 megabit per sekund. Sekundiga 100 megabit tortadi, lekin megabayt emas. Megabayt taqsim sekundga o'tkazish uchun 100 megabit per sekundni 8 ga bo'lamiz. O'shanda 12,5 megabayt bo'lingan sekund chiqadi. Mana megabitdan baytga o'tishda, bitdan baytga o'tishda o'rtada 8 ga bo'lyapmiz. Natijada bizda 12,5 megabayt yuklanyapti. Xullas, keyingilari 1 terabayt disk sotib oldim, lekin 931 gigabayt ko'rsatadi. Nimaga? 1 terabaytni hisoblayotganda hamda boshqa o'lchov kattaliklarni ham hisoblayotganda ishlab chiqaruvchilar o'nlik nimada hisoblashadi, sanoq sistemasida. Oddiygina mahali kiloni misol keltirgandek, gram bilan kilogramm farqi 1000 marta farq qiladi. Xuddi shu nuqtai nazarda hisob-kitob qilishadi-da, bizni qo'limizga yetib kelgach
Aslida 931 gigabayt ko'rsatib beradi kompyuter. Full HD tasvirlarni o'lchamlari 1920 ga 1080 bo'ladi. 4K rasmlar o'lchami mana shu 3340 ga 2160. Xo'p, nima uchun 4K deyiladi? Chunki mana bu 3000 ni qisqartirilsa, ya'ni mana bu ikkalasidan katta son yaxlitlansa 4 ga borib qoladi. 4000 ga. Shuning uchun 4K deyiladi. Barcha birliklarni birdaniga ko'ryapmiz. Bit bu uni taqqoslash uchun o'zidan kichkina narsa yo'q. Amaliy misol 0 yoki 1 ni oladi. Qayerda ishlatiladi? Internet tezligi megabit per sekundda ishlatiladi. Xullas, qolganlarni bir qator o'qib chiqasizlar. Shu yerda pauza qilib o'qib olsangizlar bo'ladi. Testda aniq tushadigan savollar. Ma'lumotning eng kichik birligini ayting. Eng kichik birligi bu aniq bit. 1 megabayt necha bitga teng? 1 megabayt emas, bayt. 1 bayt necha bitga teng? 8 bitga teng. 1 kilobayt necha bayt? Endi bayt bilan taqqoslayapti. Xo'p, 1 kilobayt 1024 bayt. 1000 emas. Keyingi 100 megabit per sekund haqiqiy yuklanish tezligi 12,5 megabit per sekund, ya'ni 8 ga bo'lish orqali chiqaryapti. 1 terabayt disk operatsion tizim necha gigabayt ko'rsatadi? 1 terabayt diskni operatsion tizim 931 gigabayt deb ko'rsatisharkan. ekan. Hisob-kitob ko'rdim, haqiqatda shunga yaqin bo'lgan qiymat chiqdi. Xo'p, umuman olganda darsimizni tugatdik. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, Telegram guruhdan yoki bo'lmasa YouTubedan yozishi mumkin.